Husanovni bilasizlarmi, qanaqa qilib Manchester Cityga o'tdi deyapti. Internetda to'ldirib tashashdi. Keyin uni bu xuddiki viral reklama tarzida ketdi va natijada bu Manchesterda e'tiboriga tushdi va Manchester City buni sotib oldi deyapti. Va bunga odamlar ishonyapti. Sababi chunki o'sha kunlari o'zbek auditoriyasini internetda ko'rib yurganlari Husanovni haqidagi mishmishlar va unga aloqador videolar bo'lgan va haligi odamning gapi buni tasdiqlaydi. Va super ekan deyapti. Aslida unaqa emas. Ba'zida misol uchun futbolda seleksionerlar bor. Seleksionerlar bitta o'yinchini yillab kuzatishadi yoki bo'lmasa uni har xil nima deydi testlardan o'tkazishadi. Boshqa bir necha etapli protsess bu. Qanaqadir 4 ta odam video qo'yib turib, misol uchun internetga o'shandan keyin hamma ishonib ketadigan narsa emas bu. Confirmation bias umuman olganda mana shu narsalardan iborat. O'shaning uchun bu narsani mother of all misconceptions deyishadi. Ya'ni hamma tushunmovchiliklarni onasi deyiladi. Tanqidiy fikrlashda eng bitta zo'r qurollardan bittasi mana shu confirmation biasni aniqlash hisoblanadi.